Bugunning hikmati. Bugunning hikmati. Salim do'stlari bilan oilaviy yig'ilib turishni odat qilishgandi. Dadasi, Akbarni olib bormaylik, juda ham sho'x. Hamyoqni ag'dar-to'ntar qilib tashlaydi. Do'stlaringiz o'tgan safargidek Salimning o'g'li tarbiyasiz ekan deyishadi, dedi ayol. Akbar endigina 4 yoshga to'ldi. U haqda atrofdagilar qanday o'ylashi unga emas, senga bog'liq. Qanaqasiga menga bog'liq bo'ladi? U to'polon qiladi, men aybdor bo'laman-a, dedi ayol. Akbar o'tgan safar sharbatni to'kib qo'ydi. Hech kimga zarar bo'lmadi. U shu aybi uchun qo'rqib turgan edi. Lekin sen buni inobatga olmay, boshqalarni hay-hayga qaramay, ko'pchilik oldida unga tarsaki tushirding. Aslida bolaning o'zini tutishi emas, u ayb ish qilganda uni yaqinlari qanday munosabat bildirishi haqiqiy tarbiyani ko'rsatadi. Va shuning uchun Akbar o'zini qanday tutsa, sen ham tarbiyangdan chiqmasang bo'ldi, dedi Salim. Bugunning hikmati.